Assalomu alaykum hammaga. Mana mashinamiz siltab uchib o'tgan ekanlar. Svetoforlarda paqqilashlar paydo bo'lib qolgan. Kamerani yaqinroq olibgina. Mana switch provodlarga mana qanday bo'lib aptol o'tib ketgan. Xo'p, buni kirishga prikladka, switch provoda qo'yamiz. Inshaalloh paqqillashlari ham hamma narsalari yo'qoladi. Motorda detonatsiyalari bo'ldi. Ular ham yo'qoladi. Kuzatib turinglar, video davomida qo'yib boramiz. Yana nima bo'ldi? Vozdux filtrini bo'shattirib oldi. Endi ko'ramiz. Bay. Chang bo'lib ketibdi-ku bu. Endi bu foydalanishga yaroqsiz bo'ldi bu. Boshqa qo'yamiz. Mana yana bitta mashina keldi. Nexi 2 ga yangi slick diska zavodsiz qo'ysa yaxshimi? Sportivniy yaxshimi? Urush qurbonsiz bo'lmaydi deganlaridek. Ikkita risolni boshiga yetdi. O'rtoqlar usta ham ish tugatdilar. Ani endi rezultatni ko'ramiz. Ideal holatda bo'ldi. Kim shunaqa xizmatli kerak bo'lsa, Jobirxon ustamizga murojaat qilaverasizlar. Profildan atmetika qilib qo'yaman. Mo'shtam to'g'rilattirgan. Aytsan bu tutun chiqaradigan qilib orqasidan. Ustamizni keyingi ishlari Max mashinasini klaplarni davleniyasini o'lchab qo'yish bo'ldi. Klapin qo'yibdimi? Akamizga bonus bo'pti bugun. Shanba kunida endi shanbalikni moshinaga qilar ekanlar-da. Assalomu alaykum. Yurtdoshlar, so'msizlar. Mana alhamdulillah ishlarni boshlab oldi. Damas mashinasini olamiz inshaalloh. Haydoyga. Mana yo'llarni yumshatirish, mayatni pechimdili, yo'llar Xudo xolasa mana sharoyli full hadoy qildi. Mana amalzatlar sharoy nakanishnilar. Inshaalloh nima xizmat bo'lsa kelaverasizlar. Allohim pastga nomerlarim qo'yib qo'yamiz. Risol pasaytirishlarimiz bor inshaalloh. Apparatlarimiz inshaalloh Xudo xolasa. Nima xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Hadoy, tormoz, motor sistemasi Xudo xolasa inshaalloh. Qo'limizdan kelgancha alhamdulillah qilib beramiz. Full hadoy bo'ldi inshaalloh. Mana baraban shilish apparatlarimiz bor, orqa oldi. Xudo xolasa kelaverasizlar. Bizga kuzatib obuna bo'lishni unutmang inshaalloh. Damas tormoz hadoylar bo'lsa kelaverasizlar. Malakali shogirdlar, malakali ustalar xizmatdan foydalangan holda ishingni cho'tki qilib bitkazib berishadi. Mashinamiz mana bu ko'rganingizda bu bitti inshaalloh. Switch provoda kirishga prikladkalari almashdi. Titrashlari, paqqillashlari hammasi yo'qoldi. Inshaalloh bu Nexia'miz ham bo'ldi mana. Sal baroqligini pasatka ishladi buni. Cho'ktirib, diqqallamaydigan, tiriqlamaydigan, haligi lambillab o'tvormaydigan holatda qilib berdi. Inshaalloh kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, JDKP avtoservisga murojaat qilaverasizlar. Telefon raqamlarimizni tagiga qoldirib ketamiz. Manzillarimiz JDKP Pashan bozoridan kelishda chap qo'lda 500 metr pastroqqa tushamiz va servisimizni ko'rishingiz mumkin. Bemalol kelaverasizlar. Motor, hadoy, tormoz shunaqa xizmatlar bilan do'stimiz shug'ullanadi.